Adilka, Yasinca aka, yaxshimisizlar? Bugun shikolan. Men şeker yasaydigan keyin. Men şu vaqtda o şu başlangıçta bitiripla chiqqandan keyin şu kempitni kilolab elib maktabning oldiga olib borib Danıslar satdı. danısini sanab satdim. Bu chaqda şu 5 pon 1 mo'ljallik satib hamda. Onun artıq bek ağını 2 mo 3 mo'liq. Bo'lmasa 1 mo 2 mo'liq olib. Vaqtlar nisbatan sizga nisbatan cho'ng pulda u degan bir muvaffaqiyat qozongandek o'ylab. Men şu kilolab oldim. Bu kempitni şu maktabning oldiga odam jumlashga yerga olib borib sanab satdim. Keyin uning o'rniga qog'ozi va qizil, ko'k, ya'ni yeshil qog'ozi va kempitni qo'shdim. 2 xil kempitni olib borib satdim. Men tunja topgan pulimga 37 ko'y pulga bir ikkinchi qo'li velosipedni birini setib olgan. Men u kempitni ko'tarib minish bek ig'ir keldi. Nimda tatbiq qilgan sen baş tijorat kempitni boshlagan men. Odatda qizlar umra qildigan bu tatbiq narsalarga yozib Ya madam shu asosiyat o'xshibdi ala bilan. Kempitni boshlagan. Demak, velosiped oldinda. Velosiped oldim. Velosiped olgandan keyin menga Bir chaqliqmi, ikki chaqliqmi 37 ko'ra biz pulakka. Gaplerde ikkinchi qo'lga emasmi? Ha, ikkinchi qo'l. ikkinchi qo'l velosiped. Shu vaqt ikkinchi qo'l degan gapim bor bitta. Men satda emasmi hozir. Qo'ndirganda satdiga ishlim boshladim. Lekin men xillam qoyil bo'ldim. O'ziga hamda o'sha sodasini rivoj topish uchun bir qatnash quroli olibdi. Unda qilganda texnik ishlik bo'ldi-da, surat. Şu 37 koyga ikkinchi qo'l velosipedni birini oldim. Qatnashim bo'ldi. Uningdan keyin buningga zimatang kunjut matangla. Onu qo'shdim. Velosiped atman. O chaqda o'g'loq o'ynaydigan, xo'roz so'qashtiradigan, qo'chqa so'qashtiradigan, ishtalashtiradigan biri uyalli vaqishdi. Velosipedni bilan ne o'g'loq ekan shu yerga olib borib velosipedda shu kempet matang satdim. Keyin uningga gazir qo'shdim degandek bir do'kon bo'ldi-da, velosiped do'kon. Shuningda men 1-2 yil tijorat qildim. Dastlabki tijoratim shu kempit setishni boshlagan. Demak, hamsa kichik chaqlaringizda bir iqtisod kalib ekansiz. Bu tegichin karqanchgan bu. Biz boshqalardan qandoq setib elib yeymiz deganlar o'ylaydi ekanmiz lekin boshqalar setib unda kirim qilamiz deganni o'ylab boqmabdik. Demak, hamsa 14 yoshingizda hozir tijoratingizga bir ul soldingiz degan gapda. 14 yoshimdan boshlab oilamdagi ig'irchiligimni saqlab qoldim. O'zimning turmushini, kiyim-kechimni, xarajatimni o'zim qilib 14 yoshimdan boshlab. Ama bir narsa so'rag'im kelib qoldi. Tunji qitim sodiqani mablag'ni kim seppagan? Dodam seppagan. Shunga kirdi uyga. Akirmishlarga. Tunji qitim bir 3 kilomi, 4 kilomi kempitni dadam seppagan. 1 kilosi qancha tashnaki? 2 qo'y necha mo kilosi? 2 qo'y 2 mo'mi shu atrofda. 2 qo'y necha mo'si 1 kilosi qanchadan kempit? Shikolat pek murakkab masala. Men jisanjini ochayman. Ya, so'rag'im keldi. Onu sanab satsam 1 kilo, ya'ni 1 kiloni pul qilib qo'ydim. Voy, mesela 2 qo'yga olsam yaxshi so'diki, va 1 mo'changa 1 mo'cha tap qilib olsa, 20 dan 18 dan to'g'ri kiloda men 1 mo 12 nima 10 dan satdim. 2 mo'liq olib qolsa 12 dan jiqraq olib qolsa 3 mo'liq olib qolsa 12 dan satdim. Demak, hamsa kichik vaqtimiz hammamiz kompyuterlarga omrag'imiz, kompyuterlarni bizni jiqya olib tishi qurtlab ketdi deb igiz yalak olib qo'ydi ish qilib. Endi ashundaq ayta vaqtlarda sizlar o'zingizlar yemay, siz o'zingiz yevatmay uni setishni o'ylab qolib ekansiz ajab. Ya bajarlarni kichikroq, bajar yo'g'roqqa kichikroqni o'zi yolib olganlar. Qayta o'rabsiz. Yolib olib satadi. Uni bilgan. Biz bo'lsak, ashmoq basanga yetsamni deymizda. Endi setishni o'ylab qolib ekan deyman, Yasin akash. Tunji tijoratim shundoq kempitda boshlangan. Demak, hamsa aslisi bir bolalikdagi bir go'zal aslim ekan bu. Ham tijoratga o'sag'an, ham bolalikdagi bir go'zal aslim ekan deb o'yladim. Adilka, sizning yoshda kichik vaqtlaringizda unutmaydigan bir ishlaringiz bormi? Yoki sizning bir tijorat sohasi qiziqib boqqanmi? Tijorat sohasiga qiziqib boqmagan. Bo'lmasa men bir korxonchi oilasida cho'ng'igan. Mening dadam Qarmay neft boshqarish idorasining bosh lideri. Endi o'ylaqa davlat igilik korxonalarda go'chi deymiz. Men shunday bir oilada cho'ng'igan, opam doktor,
Lekin ham kichigimdan san'atni yaxshi ko'rganligimdan men boshqa narsani pek o'ylab ketmadim. Chunki san'atga başta yaxshi ko'rishildi ekan, keyin uningga kuyishildi ekan, anan keyin suyishildi ekan. Hani onunla aşık olur ekan. Men aşıkni hiç sevda olib ketgandan keyin shuni hech qanday narsani o'ylamayman. Hatto men shu 80-yili ishga chiqdim, Qaramay san'at demakka. Shu vaqtlarning o'zida ham de ishqchilar o'qish ketganman de bir necha ishlablar. Shu Dachin Nip universitetimiz Dachin shu yan institut. Shuningga chaqiriq kelsim shu yerga bormay Bejing ketganman. Chunki endi u maktablarni belki yaxshi maktablarda böyle talep edimi hem de aşağı yaxshi o'qib qolsa ham de keyingi ulab o'qishni Yaponda qo'ydi deydigan ashtaq yaxshi bir imtiyozlar fursatlar bor. U zamonlarda ham de Yaponlarcha o'qishni belki bir cho'ng bir ishlardi. Lekin shunimi yana faqat ko'zim ko'mabdi-ku. Yana aşkı sanatını yana sanatında. Şuna qaraganda men sanatdan boshqa yaxshi ko'rmadim. Sanat uchun tug'ilgan bir odam. Asosiyatda meni apam teatrxonada tug'ib qo'ydi. Kino ko'rardi. Demek endi har odamniki qiziqishi ham orzusi o'xshash bo'lmagan o'xshash. Endi sizningki qiziqishingiz shu ekan, mana hozir qadar shuning ko'ydi bo'lib yotibsiz. Adil akamning qiziqishi san'atgan, hozir qadar shuning ko'ydi bo'lib yotibdi. Demak, lekin menimcha ishkilanlarmi o'z sohanglarda, o'z kasbinglarda muvaffaqiyat qozong'uvchilar, shu sizlarning demak, endi ishkilanlar o'z kasbinglarda shug'ullangan necha 10 yil bo'lib ketdi. Mush kasbdan boshqa qiziqish bo'lib baxtimi? Masalan, Yasir aka sizda. Men bir tijoratchi oilasida cho'ng'ilgan. Men cho'ng bo'lgan oila, men cho'ngsam aqlim kelsa, bizning bir navoiyxonamiz bor ekan. Dadam şu navoiylik qilib turibdi ekan. Men kichigimdan shu sog'lomlik, doğrugarlik, sog'lomlik sohasiga, doktorlik, sog'lomlik sohasiga qiziqdim. Men shu kamsatqa vaqtimda shuni qiziqatdim. Bizning oilakilar şu babamlar tibobat kasb bilan shug'ullanadi ekan. Dadamga kelganda uzilib qolibdi ekan bu. Bu oilada dadammo bizga shu biz og'rib qolsak yerlik usulida masalan yumg'oqni siqib ishkuzadigan, yalpuzliq yo'gaydigan issiq ishib ketdi deb. Mushundaq zukam tabiiy narsalardan foydalanib bizga to'g'ri qildi. Menmo kichigimdan qiziqdim. Hamda bizniki navoiyxonamiz tijorat oilasida bo'lsam-mu, men shu 14 yoshimda o'z oldimga tijorat qilaman deb şu kempçiliknimi bo'ldimi shu navoiyxona sana qoldi, sen shuni qil desam men ayrim o'z oldimga qilaman deb shu kempnimi shu chog'da o'zimningki mustaqil bir ish qilish, biqish orzusi bilan o'zim ayrim tijorat qilgan. Bundan keyin jiq tijoratini qildim. Shu turmush buyumlarini to'ptaqtidigan dükkan açtım. Ondan keyin bir mezgil kesip ihtiyacı deb oshxona ochgan. Ben 2000 yıldan başlap sağlamlık sohasiga, azroq sharoitim yetilgan sağlamlık sohasiga 2000 yıldan başlap kirganman. Meniki şu orzuyum şu bo'lgancha men orliq tikse, mushu nishonga yetkishi orliqda hamda. Palampayda san'atni yaxshi ko'ramkin deyman. O'zing kasbidan boshqa. O'tgan bir do'yin qarsam, qor ko'zini taqab shilab degan ki sharpimdan dalma o'tida qarsam bir şey ag'inam. Do'yiniki to'yshansız. Yo, rasmida o'ynab bir necha ya san'at turib abla, madem masaha qadam qo'yib men nima ish qilaman deb kecha chuqlamadim men. Demek 2000-yildan boshlab haqiqiy o'zingiz orzu qilgan kasb, ya'ni shu doğrugarlik, sog'lomlik sohasiga qadam qo'ya olasiz. Undan boshqa qanday san'atga mazaq qiziqqa o'xshaysiz, Adilkam deyish bo'yicha. Qiziqim emas qilma do'stlarim hammasi artist. Shu bugungi sahnaga Adilkam taklifsizda. Bu do'stim. Bu yerga bir gap qo'shib qo'ygim kelib qoldi. San'atni haqiqatan yaxshi ko'rdim. Yaxshi ko'rdi desammi bo'ladi, bu aqinamdan biz yaxshi tushunishimiz ham yaxshi ko'rdik ekan o'zimizcha. Bu san'atni hammadan yaxshi ko'rdi. Yaxshi ko'rmasa ataydan u biz o'yin qo'ysak necha so'mlarga o bilet ilib kelib teatrxona qishda yozda demay jiroq demay berib o'yin ko'rmaydi. San'atni yaxshi ko'rmaydigan odam yo'q. Lekin bu aqinamda yana bir ishtiyoq bor.
Yaqında yana bir nurg'un narsalarni bir paranglashayotimiz, hamkorliklarimiz bo'ladigan bo'lish oldida turyotidi. Yaxshi. Ag'ina menda nurg'un mablag' ajratib, jiq so'mliq mablag' ajratib, keng ko'lam bir ish qilaylik degan bir planlarimiz bor. Shuni qarta men mushuni yaxshi ko'rish bu birinchi gap. Ya'ni tushunadi o'zim. Bizlar arnish jarayonida nurg'un hamda ham suhbatlarimiz bor emasmi? Tadrijiy bizningki buning juqidi ekan. Buningmi ancha-muncha yerlar biz juqib qolgan yerlar bor. Albatta. Chunki yiningizda bir sizga sog'lomlik jihatdan yetaklab mağdığın adamın boğunu sizden bəxtiniz. Sizge məni zoq berdiğen bundaq bir sənətkar ağınızın boğunu sizden o bəxtinizə özara toluqlap etməkdir. Bayatda mən birinci sualım dedim, şikanlarının həmkarlığına qaçanı başlanğan deb. İsimli qızca şu qəhrəman marka içindikinin ilanğa adılqab çıxanğı deyən, hə? Şunaq qoy. Pulu adamda gipi, pulu yok adamda gipi tonda var. Ben bu sanat sahasından hakikaten hürmetleyim, hürmetim var. Nemişki bizning turmuşumuzda kem bo'lsa bo'lmaydigan, bizning turmuşumuz biyitgan bizga bir huzur, xushallik ata qildigan bir kasb. To'g'ri. Biz ham shug'ullanmagan bo'lsam-mu, hozir degandek bizning yaxshi bir hamkorlashib, yaxshi bir asar, yaxshi bir ishlarni qilish planimiz bor. Bizningki do'stligimiz shirkat qurilgandan boshlab başlangan bo'lsa, başlandı. Onundan keyin bizniki tarmoq şirketniki ishimniki qahramon marka ishimnikiga do'stimning obraz vakili taklif qildim. Qahramon marka ishimnikiniki e'loni chiqdi. Bu buna aytdi. E'lon yaxshi chiqdi. Maktabda. To'g'ri. Shunda bek esil chiqdi. Sizga qarab o'ltamamiz adliqamda xijil bo'lib, sizni maqtayapmiz emasmi? Shu qadasha. Elib bir ish yurganda qildi. Meni Tavjiga daxil ta'ris qotim. E'londagidek bir ish beraymi? Qahramon marka to'xtamay ish qilmayman. E'lonsiz davosingizni maylijimi? Ya, maqtamayman. Buni xalq maxsus bo'lardi. Xalq maxsusna. Bu masala bozor qirilib xil uzun bo'lib qoldi-ku. Bu yil 6 yil bo'ldi. Hozir qadar hamda balki iste'molchilar yaxshi baho beryapti-da. Qani bu iste'molchimiz o'zini isyonida qilsin. Bu ichimlikni mening mashinamdan arimayman buncha. Uyda qo'pa. Burundan tortib ishib kelayotgan. Endi bu mahsulotni hamda maqtashdan burun men ag'inamni maqtay. Chunki mahsulotni chiqargandan bu yoqqa. Karxanchi degan yana uningki vujudida bildigan narsa ekan-ku. O'ylab qol 14 yoshida dadasi bergan pulga 2 kilo kamput ilib, kilolab ilib sanab setishning o'zi ma bir karxanchining ideyasi. Ankin tunji qitim pul topgan vaqtida dadasiga berib ekan. Abayna o'tirib o'ylab ketdim. Men tunji qitim maash olganda nima qilgan bo'laydim deb shu zaman esim kelib qoldi. Men tunji qitim maash olganda xotni olgancha men. Ras bunda desem tunjiqdan başqa bir xotin ağlı bo'lmaydi. Men tunjiqdan maktab bitirganda 49 mocha maash oldim. Men 86-yil maktab bitirib, shu yil apam to'yimni qilib qo'ydim. 7-yil oxir maktab bitirdik, ishga chiqdik. Biz shu partiya hukumatimizning yaxshi siyosatlari bilan Shinjonga bir qaror, 3-qaror teatrchilarni tarbiyalashga borgan-ku. Elbette siz bek bilesiz. Dadınız birinci karar, Mahmut Ahmet Kamla ikinci karar, biz üçüncü karar. Mındap etqanda men sizin dadınızdan şagirdlari. Men 7-nji ayda bitirip keldi, 8-nji ayda apamla mening to'yimni qilib qo'ydi. Hozir ayolim bilan buldirak tanışib qolgan endi qiz tarafdan oldirdi ekan. Apamni doktor dashan bittadan qilib berdi. Şu mening tunjag'an maaşımcha to'y qilishim to'g'ri kelib qolibdi-ku. Amiriyatda yo'g'on pulni anam qashildi. Hamda lekin mening shu maaşimda o'ylab qolsam shu to'y qashilib ketganman. Hech bo'lmaganda 49 ko'ga bir o'tak keldi hamda. O'tak kelib yana 12 ko'ga ishib qoldi. Uning 12 ko'ga men bir og'il bo'ldi. Demak, bu bir ahamiyatli. Bu bir ahamiyatli ishgan hamda. Demak, men o ishni qildim. Bu og'inam o ishni qildi. Shundan bilan hamda bizim şu sanatlik hayatımızda tashkilniki yaxshi tarbiyalashi bilan, o'zimizning tirishchilik bilan
nurg'un sahnlar bizga mansub bo'ldi. Xalq yaxshi ko'rdi. Xalqniki olqishlari bizga texnik madad bo'ldi. Shunga bizning tirishishimizga zo'r turtkilik rol o'ynadi. Shunga tadrijiy hamda kelishlarida biz hamda odatdagi bir artistdan sal tonilgan artist oldu. Keyin bo'lib ma'g'inam iglik tiklab korxona qurg'oqlarda men 1997-yilda tunji qitim itotchiligimni o'tkazdim. Shuningdek hamda asosiyatdan xalqlar qilgan ishlarimizni bir qadar e'tirof qilib bizga yaxshi baholan berdi. Demak, shunday xursandman. Shundan keyin mundab aytganda bu ag'inamniki rasmiy o'z oldiga iglik tikilishi 2000 yili bo'lgan bo'lsa, men 97-yilda itotchilik o'ynab bo'lgandan keyin 2098 ya 99-yilda meningmi san'at hayotimdagi bir yo'lam ichilib ketdi. Demak, shu jarayonda anikin shu bir ma'lum sabablardan tanishib, ag'ini bo'ldik. Endi bu maka kelsak, bu maka ishimligini buniki kapsullarini ancha-muncha men burun ishlatdim-chu. Bu bulupni chet eldan keldi, buning xurishlari pek yaxshi narsa bu. Buni kapsullarni ishlatdim. U yerdan bu yerdan akapagani ag'illarni qutiliq akap. Jiq ekanmaydi. Ishak tugab ketib hamda u miqdori oz, qo'limiz kelish biroz tashrak, ba'zi qimmatroq bo'lib qoladi ekan-chi, uni hamda davomli qilib ish qilinmaydi ekan. Keyin qarsam bu Chindil shirkati Yasinjon ag'inam hamda bu mahsulotni ishlab chiqaribdi. İşlep çıkargandan keyin hakikaten hoş oldum. Çünkü bu içimlikni içishini oldida azroq kapsullarni ichgancha men. Hakikaten bunun foydasi bor ekan. Odamni jonlantirib degandek mishna bir qilamda odam harg'inlik vaqtlar bek yaxshi ko'zini ko'rish quvvati, anglash sezimi degandek bir xil immun kuchini oshirdi ekanda. Adash deb shuning bilan bu artist izlab yuribdi bu makaga kim chiqsa bo'ldi deb. Shiraqdi qarang deb indamay o'tasam. Adash biz tu'saq yinildi. Voy to'xtang deb shuni yo'qab ketgan. Majda bir gruppalar keldi, sil chiqdinglar debdi-da. Voy men chiqmaydim desam, ya dedi shundan. Majda bir meningmi buni ishiltib baqqan. Ham o'zimiz yaqin og'ina. Ani buni o'zim yaxshi ko'raman. Buning haqiqiy makaning adam foydali ekanligini o'zimni ilqi aqchashqan qatori bir sinab baqqadimchi men. Buningga ikkilanmay chiqdim. Chunki bu ichimlik haqiqatan keyin iste'mol qildik. Ilonlarimiz maqli yomon emas chiqdi. Xalqlarning nihoyat yaxshi baho berdi bu mahsulotga. Mahsulot yaxshi bo'lsa, odam bir san'atkorning albatta xo'shab qoladi ekanmiz. Yüzümüz yoruquldu. Yoruquldu ekanmiz. Demak endi pat bu tijoratdan boshqa vaqtlarda ikkimiz yaxshi hamkorlashimiz, ham paranglashimiz. Adash qandoqlamasin, Chindil degan ismingizlar ish qilinglar. Chindil degan nihoyat bek muhim ism. Onun ustiga mahsulotlarning nihoyat yomon emas chiqyapti endi. Tadrijiy pul degan bek yomon narsa. Odam sal ozdirib qo'ydi. Hergiz azmanlasak, ya qandaqa emas deb, ham tarixini o'zini oldingmi. Bo'ylab mundalib bir kechidilib savdoga bo'lib karxanchib qolgandan bo'lmag'achqa o'zing bu ajrim yo'q, unda mumkin emas. Degachkan biz quvvatimiz bara hamkorligimiz taqimi quyuqlashib, do'stligimiz taqimi chingib, tushuncha aslab, bugun do'stlab o'tiratimiz. Burun bir mana do'stlaringizning birasini achchiqsangiz bo'ladi, Yasinjaka desak, adilmich chiqqan bo'lsa, ham mening yaxshi hamkorchim, ham mening yaxshi do'stim deb sizni shunday qilishga azizlab achchiq. Bu ag'inam hamda bizni ta'sirlantirib, bu sohaga ancha-muncha kirib e'lon tashviqot ishlariga bizga bir so'rin hozirladi. Endi men bu ag'inam ta'sir ko'rsatmanda. To'g'ri. Ta'sir ko'rsatib o'tirib san'atga mablag' qo'shib bir ish qilsam bo'ldi degan gap bu yoqdan chiqdi. Demak, bu pulni xalqdan tepib, yana xalq beryapti. Men mishna korxonachilarni do'st tuta olmayman-ku. Qo'llashmayapsiz, do'st tuta olmayman. Shu fursatni foydalanib, sen qulog'ingni bir tutib olaychi deydi. Nurni doğrular tutgan ehtiyot qildingiz. Voy, men qulam og'riydi, saqib ketdi mana. Demek endi hozir hamda
Abnurayimiz ham o'sha sog'lomlik va go'zallik haqida izlanayotgan korxona boshlamchilar. Hozir qanday qanchalik mahsulot ishlab chiqargansizlar? Hozirga qadar ishlagan mahsulotimiz 20 xildan oshadi. Hammasi sog'lomlik mahsuloti. Chindil markasidagi mahsulotimiz 20 xildan oshadi. Demak, endi shu 20 xil mahsulot hammasi hammamizningki sog'lomligi uchun izlanib ro'yobga chiqargan mahsulotlar, to'g'rimi? Menimcha inkaslar nihoyat yaxshi bo'lib kelyapti. Endi shuni so'rag'im bor. Hozir ham shu kasb bilan shug'ullanib 14 yoshingizni boshlab hisoblasak pek uzun bo'lib ketdi ekan. 2000 yilda boshlab hisoblasak 20 yil bo'lib qolibdi. Agar sizga endi yoshligingizga qaytib bir tanlash fursati bo'lib qolsa, siz yana shu kasbni tanlamsiz? Albatta shu kasbni tanlayman. Qat'iy bu uni boshqa ishkilishim qat'iy yo'q. Men eng yaxshi ko'raman. Bu Shindil shirkatini qurdim. Rasmiy ro'yxatga ilinib 2008. Men shu vaqtdan boshlab hozirga qadar nurg'un sohalarda shu yaxshi tijorat fursatlarimiz bo'ldi, lekin men qat'iy qiziqmadim. Bütün vücudum bilan, bütün barliqimni, mehrimni berib, mo'shunga boshqa hech qanday kasb qiziqmadim. Agar yoshligimga qaytsammo, men bu sog'lomlik kasbidan vaz kechmayman. Qat'iy vaz kechmayman. Davomli tanlaydiganim shu. Buning qat'iy pushaymonimmi yo'q. Shu o'tib ketgan sog'lomlik sohasi kirgicha ma'lum mezgil o'tib ketgan vaqtimga pushaymonim bor. Nasıl kemp satmay aşağılarda şu çağda moz kempten satamız. Şu çağda şu başlaş gerekken tuğbunçu. Şartlarda şarait yer vermeydi bazı. Şu vaqt şarait yer vermeyen hem de aile ihtizat, nurgun sebepli bağımdı. Çünkü bu sağlamlık diye mengülük değil mi? Bunu içine kırıp tüyü yetkili bulmaydı. Mesela siz değil hem yeni tatbikat koyatkan buluşunuz mümkün. Çünkü hem de sağlamlık sahasında xilmi-xil keselikler, xilmi-xil alametler tuyuqsuz payda olib turgan narsa şu an bunun tegi yetiş üçün hem de ma'lum bir mezgil ketdi. Buningdagi musobaqangizda yana izinsiz, to'g'rimi? Biz ham shunga ishlaymiz. Unda bo'lsa endi shu hozirgidek holatga kelishida shirkatning va yoki Chindilning nurg'un qiyinchiliklarga yo'liqqan bo'lishingiz mumkin. Masalan, qiyinchilik duch kelgan vaqtingizda, ajab bir kasbni tanlab ekanman degan vaqtlaringizmi bo'lgan deb o'ylayman. Unda vaqtlarim bo'ldi. Dastlabda shu Chindil markasida 2008 yil ko'ydirish kapsuli ishlab bozorga solgan. Buni ishlab bozorga solishdim, meniki to'la yelim tashidigan, qapartın motor to'l chiqadigan-chu menga. Ashunda bo'lib qolsam, tevibni oldiga berib, qilsam shu paqa mavzulni aralashtirib, so'qab kapitisiz debchu. Bu bir xil ochiq. Og'zimizga salsak, tishimizning aralariga kirib olib degandek, yaram turdi. Buni ko'tirib, apmingishmi, apsiz. Aşda bo'lgandiki men bek o'ylashib, oxiri shu qadimiy retseptdan foydalanib, maxsus hamda o'zimdan boshladim-da, mushundaq ahvolni qanday qilib osonlashtirish kerak deb sog'lomlik mahsuloti boshlagan vaqtida mush yerlik qarta yaxshi retseptni tayyorlab, yel ko'ydirish kapsuli Udilla ismini qo'yib, yel ko'ydirish kapsuli deb kapsul qilsak bir ish qolaylik ekan. Şu yeli qarta mahsulot chiqarsak bo'g'ida qolaylashtirib deb men bir tağa doğrunu ham doğrunu tayyorlab shu yeli qarta mashinamga bisib 2008 Qog'liqdan Urumchiga keldim. Qog'liqdan Urumchiga kelib nurg'un shirkatlar bilan ko'rishdim men. Menda shu yeli qarta yaxshi mahsulot bor. Biz hamkorlashsak, meni sherik qilsanglar ham materialni ekeldim. Moshni ishlab chiqib bozorga solsak degandan keyin menga bular bu 5 ko'chan basak tevibni oldida o so'qab beradigan narsa bu. Buni bunday qilib qopliga sap qilsak bizga bu sotamaymiz dedi-chu. Men bek ishonch bilan keldim. 8-10 shirkatni izlabdim men. Hammasi rad qildi meni. Red qilishga uchirdim 2018. Qilgandikin bir korxona olsun. O boshqalarni izlab yurguncha shirkatdan birini qurib, o'zingiz bozorga solsangiz bo'lmamdi dedi. Men shirkat qurishni o'ylashmay, bu naydi qiyin, mushkul, o'tkal bo'lmaydi. Buning menda hech qanday bir bilim yo'q. Bu shirkat bilan hamkorlashib, mush yaxshi mahsulotni tanitsam degan
Shu birli o'y bor, ha? Birli o'y. Men red qilishga uchragandan keyin, andan keyin shirkatni qurib ism tanlab, bu ismni deb, bu ismni deb Çindil degan ismni tanlab, Çindil nom bilan shirkatni qurdim. Çindil markasini enga oldim. 2008 yil ko'ydirish kapsulni Çindil markasida ishlab bozorga solgan. İşlab bozorga selishga to'g'ri keldi. Masalan, chiqqandan keyin qanda bozorga selishni uqmay, do'konlarga opadim o'zim. Do'konlarga opasam, qarab, setilsa qo'yib qo'ysang, setilsa pulini beramiz dedi. Ma'qul deb qo'yib qo'ydim. Setilmadi. Uchu. Ondan keyin bir Şinjan'ın bazarına aylanıp bakay deb. Maşına bütün Şinjan'ın bulun puçqap do'konlarga chiqardim. İşik qap alay desin, ma'qul dedim. Qo'yib qo'ysangiz setib qo'ylar, setilsa pulusini beringlar dedi. Onun ma'qul dedim. Hattoki berib etdim. Agar bir yaxshi bir unumini ko'rib manfaatlanib qolsanglar, pulusini beringlar. Telefon nomerim ma'vo. Bo'lmay qolsa mayli deb. Bir bazar sinapsizda. Men ishonch borda. Buni cho'qim iste'mol qilgandan keyin yaxshi imkon bo'ldi deb. Demak, 3-4 qitim aylanibdi men shunday bozorni. Boshda satqan qilgan sodam shirkatniki chiqimiga yetmadi. Qilgan soda o onun xizmat qabul qildim. Mashina deymiz. Nurg'un chiqilmi shirkatniki chiqimiga yetmadi. Turib, bu ishni rost xatoga o'xshayman. Xatoga o'xshayman deb pushaymon qildim. Pushaymon qilma, xelibek pushaymon qildim. Bir muncha mablag'ni silib etdim. Hamda men necha yil topgan pulimni shirkatga sarflab ketiverdi, pul ketiverdi, qaytib kelmadi. Amallarim nesiga aynib ketdi. Mal ishlaydi desam, pul yo'q. Do'stlarimdan, tuqqanlarimdan oldim, yetishimga erib, o'ma kirib ketdim. Mushu pulni biroz shirkatni olgan bo'lsa, shu chaq hissiyatımda yerim puli chiqqan bo'lsa-mu, bir qoldirib qo'yib, berib deb ishimni qilsam bo'pti ekan, o'zim tijoratimni, bu korxonchilik degan shunda ta'sir ekan dedim. Undan keyin do'stim televiziyada bir e'lon berib boqamdi bo'lmasa dedi. Degandan keyin mayli, shunday qilaylik deb shuniki tavsiyasi bilan televiziya e'lonchiliklarga yel tashma, qichishqaq tamratga deydigan bir e'lon qo'ygan. Masalan, e'londa. E'londa. Yel ko'ydirish kapsulining e'loni. Uni qo'ygandan keyin bunda yaxshi maslahat bor ekan deb, men o'xshash yeli to'l tashlagan jiqqa. Tamratga o'rlab ketgan, qishqa o ko'pga unda kasallanma. Biz bozor ochimiz deb do'konlarni oldiga borgan bilan jamiyatda xalqning ishi jiqqa. Telefon qilishga boshladi. Menda milangiz chiqib kelgan, nereden setib olamiz, nereden olamiz deb. Mal saqan do'kon deb berdik. Mal saqan do'kon deb bergandan keyin xaridor do'konga kelib so'rab maslahatni olgandan keyin do'kondor mal kirgizgan gapga. Shu e'lon tashviqot bo'lgandan keyin telefon qildiganlar ko'paydi, mal kirgizishga boshladi. Bu e'lon tashviqotning kuchini, bu e'lonni 2009 bergan. Shunda ko'rdim e'lonning foydasini. Demak, ba'zi yaxshi mahsulotni xalq bilmayotgan tashviqot. Ba'zi mahsulotni tashviqot qilgan bilan bir mezgil qayta iste'mol bo'lmaydi ahvol bor-ku. Sifatli yaxshi bo'lmasa, e'lon tashviqot qilganda bir qitim oladi. Bir qitim olgandan sifat yaxshi, ikkinchi qitim qayta iste'mol bo'lmasa to'xtab qoladi, oxiri uzilib qoladi. Amin ishing bir qitim oldi, yaxshi bo'lgandan keyin qayta iste'mol ko'paydi, xaridorim ko'paydi. Shuning bilan hozir qadar 12 yilning mobaynida izchil bozordan chiqib qolmay yaxshi mahsulotlar mahsulotimiz. Unda hozir shu Çindilninki hozir qadar putirab turishidagi birinchi mahsulot shu yel ko'ydirish kapsuli ekanda. O mahsulot hozir qadar bor. Hozir qadar. Demak, hamsa haqiqiy xalqqa yoqqan bir mahsulot bo'ldi-da u. Ammo bayatdan deb o'tib ketdingiz hamda o'zingizning bir xil minnatdor bo'lgan kishilaringiz yoki unutib qolmaydigan bir aslimlaringiz bor ekan. Mush fursatda hamda sizni qo'llagan va yoki siz minnatdor bo'lgan kishilaringiz bo'lsa, rahmat aytsangiz bo'ldi, Yasinjon aka.
Men avval meni qo'llagan ayolimga rahmat aytaman. Ayolim mening har qanday qarorimga hozir qadar hurmat qilib meni qo'llab keldi. Men ziyon tortsammi, hech qisi yo'q. Er degan ziyon tortimiz, foyda bor yerda ziyon bor. Hech qisi yo'q. Ko'nglingni yerim qilma. Yani yaxshi bo'lib ketadi deydi. Foyda olsam, yaxshi bo'pti. Siz to'g'ri tanlaganligingiz uchun foyda bo'pti deydi. Sizni qo'llab-lam kelibdi. Qo'llab-lam. Mayli men xato gap qilgan bo'lsammi, xato bir tijoratni qilib ziyon tortgan bo'lsam, hargiz meni siz xato qilganligingiz uchun siz ziyon tortdingiz, bunda qilmasligingiz kerak deb baxmadi. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Keyingi ishni bilgil olmaydi. Tijorat foyda ziyon bo'ladi. Tijorat foyda ziyon bo'ladi. Savdo degan shu-da. Savdo degan shu. Siz cho'qim meningda g'alaba qilamiz, ikkinchi qitimda cho'qim siz g'alaba qila olasiz. Siz tijoratga pishiq deb meni birdan-bir rag'batlantirib, meni qo'llab, kuch madad berib kelibdi. Xaf bo'lsam, tan xafulab, qo'shilsam, tan qo'shilab, kuch madad. Haqiqiy baxtli bir juftlarga bular, Adilka. Shu. Ayolimga chin ko'nglimdan rahmatimni, minnatdorligimni bildiraman. Mening qarindoshlarim, do'stlarim, urug' tuqqanlarim har jihatdan meni qo'llab, har jihatdan men qiyinchilik yo'liqsam hech qisi yo'q deb keladi. Biz yordam qilgandek ish bo'lsa, biz yordam qilamiz, yaningda biz bor deb shu Alga o'xshash do'stlarim meni rag'batlantirib yaqindan qo'llab keldi. Men shu do'stlarimga, barliq do'stlarimga, urug' tuqqanlarimga chin qalbimdan minnatdorligimni bildiraman. Demak, qo'llash har vaqt o'zaro bo'ladi. Mayli qaysi kasb, qaysi soha bo'lsa qat'iy nazar, qo'llash bo'lsa, hamkorlik bo'lganda unda bir-biriga aynak bo'g'il bo'ldi, bir-biriga hurmat paydo bo'ldi, bir-biriga nisbatan bir palampay bo'lib, olg'a ilgirlashga turtki bo'ladi. Shunlashqa endi mush sohalardagi natijalar hammasi menimcha qo'llashdan, hamkorlikdan kelib chiqqan natijalar. Buni bo'lsa Adilka, mayli sizni aytaylik yoki Yasinja apani aytaylik, ichki yillarda o'z kasbinglarda ma'lum bir pallaga yetgan xalqimiz e'tirof qilgan bizning san'atkorlarimiz, korxonchilarimiz. Ammo shu ig'lik tiklash yoki shirkat qurish oldida turayotgan va yoki ma'lum bir soha bilan shug'ullanish oldida turayotgan yoshlarga deydigan bir tavsiyalaringiz bormi? Ig'lik tiklash oldida, shirkat qurish oldida turayotgan do'stlar deydiganimiz, cho'qim kasbni to'g'ri tanlash kerak. O'zining xarakteriga mos keladigan kasbni tanlash kerak. Uningdan keyin kasbni o'rganish, tushunish kerak. Tushunmasa, tushundiganlarga ustoz tutib, shulardan ta'lim olib, shu xarakterni tushunish kerak. Ehtiyojni, bozor ehtiyojini to'liq, mukammal egallash kerak. Yoki o'zi bozorda xaridor ehtiyoj tug'dirish kerak, yoki bu ehtiyojni bayqash kerak. Yoshlar bo'lib, shu undar savdosini qilayotganlik qattiq jangovar holatda nurg'un pulni tepiyotdi. Biz nayt xursand bo'ldik. Ularni qo'lladik, nayt xursand bo'ldik. Endi bu shirkat qurib, ig'lik tiklayman deganlarga hamda deydiganim shu kasbni yaxshi egallab, to'g'ri tanlash xarakteriga mos kasbni tanlagan vaqtida yaxshiroq bo'ladi demakchi. Adilka, sizning ko'z qarashingiz. Men bu og'inamning gapini anglagandan keyin sal xayolga cho'kdim. Muhim bir temani so'radingiz. Bu yoshlarimiz bundan keyin nima qilishdan qat'iy nazar to'smaslik kerak. Uning aqli iqtidori qaysiga to'g'ri kelsa qisib bo'ldi. Hozir burun oliy maktabni bitirib keliblar, biqinib qoldik. Ota-onamizga biqinib qoldik. Hozir undaq bo'lmadi. Bizning Jungo hozir tez suratda taraqqiy qilib, yangi davrga atlanib bo'ldi. Bizniki hozirgi taraqqiyotimiz xalqaroga, menga isil taraqqiy qilgan davlatlarning hech qanday qilishqisi yo'q. Turmushimiz shunchalik yaxshi. Qiladigan ish bakchiq. Agar qilmasa bakchiq qildilar. Bayat Niyosinjon degandek, yoshlarimiz hozir saviya bor. Ammo bizda uzun zaman ishlagachga bizda tajriba bor. Bular saviya bor. Endi biz qandoq qilgan chog'da mushu hozirgi bolalarimizni bizdan kutgan umidimizdan chiqish, davlatning kutgan umididan chiqish, xalqning kutgan umididan chiqish, ota-onasining kutgan umididan chiqish degan chog'da hozirgi bolalarda birdan bir ozroq kam narsa nima deganda ajr qilish. Bu pek muhim narsa.
ajr qilgan chog'da, mehnat qilgan chog'da, ajr qilgan chog'da u vaqtida mehr paydo bo'ldi-chi. Mehr paydo bo'lgancha muhabbat paydo bo'ldi. Shu jarayon. Bu bir ishga muhabbat bog'lash kerak. Bizning zamonimizdagi davrlarga hozirgi zamon bolalarni silishtirsak bo'lmaydi. Ammo ancha-muncha bu vaqt cho'shin loji ishiming emasmi? Endi koni burungi zamondagi ishlarni ancha-muncha ndaq eslab qo'ysak bo'ladi-chi. Demak, bizning hozir baxtli turmushimiz Jungo Komünist Partiyasi yetakchilik nurg'unlagan qahramonlarning qon badaliga keldi. Baxtli turmush kechirdi. Ko'ryapmiz. Buni men mishaq baxt davrida tug'lar deb unutib qolsak bo'lmaydi. Endi biz hozirgi vaqtda cho'nglarning gapini cho'nglarning degan yo'lida mingish bu muqarrar emas. Ammo anglab qo'yish bo'ldi. Demak, shundaq bir davrlar bo'lgan. Endi hozirgi bolalar uyda birdan ikkidan bolalar, atva bolalar ko'z qarab cho'ng qilgan, ular andikin voy balam deb biraz bizning zamonimizga qaraganda endi hozirgi bolalarni bak akiltib, papilab, zodi atalar jinidimi aziz ko'rib, mushundaq bir pudab cho'ng qildi. U bolalar nati qattiq quruq ishlarni ko'rmayli, mushundaq cho'ngib qoldi. Albatta, o bizning zamonimizda to'y qilganda biz uyga hamdi bir karvat bor, bir 4 o'rindiq bor. Bingshan Shiji nima ish qildi-da. U shu zamonda u Tonglatqo, Kiralqo, Bingshan Shiji bo'lmadi, biz aşağı saldik. Atalarimiz zapata kirjiyotgan. Ana mushaq davrlar. U davrlarni biz o'tgandan keyin biz hozirgidek go'zal davrlarga erishyapmiz. Endi deydiganim, yoshlarimiz bak aka mana cho'ngib qoldi. O'ngay keldi. Bularning hozir tutgan uylari yeni to'ygan zaman o bizning o xiyolimizda 30 yil uy tutibmi biz o seviyaga yetolmayapmiz. Nima degan esil go'zalga uylar. Endi ularning oltin bilezik o jabduqlari. Endi esil mashinalar aytayotgan. Voy, bu nimda baxtli bolalar bu. Sayohatlar da. Deymiz. Demak, Alloh mushunchilik sharoitlarni hozirlab berdi. To'g'ri. Endi bolalar deydiganim mushkullarni qadrlayli. Ata-onaga menga baqmadi emas. Masalan, bu yaxshi uyga erishgan bilan, yaxshi malga erishgan bilan uning qadrini qilgan chog'da anadan keyin uningki huzurni ko'gili bo'ldi. Uni qadrini qilmasak, uni ulabla ajr qilmasak, bu mu qo'ldan keldi? Oltin tog' bo'lsa, uningga ajr qilib uni ko'paytmasangiz, bir tarafdan qo'lis tugaydi u. Ata-onalarimiz cho'nglardan biz o'rgandik, bizningki bolalar o'rgandi, bolalarniki yana bolalaringlar qoladigan gapkan ajr qilamiz. Hozir korxonamiz bundaq Chindil shirkatlar korxonalarimiz bek taraqqiy qiladi. Oliy maktab bitirib kelgandan keyin bizga oshna ixtisos odamlar lozim. Albatta lozim bo'ldi. Buni ijod qilish yanfa ko'ching bo'ladi, ishlab chiqarish bo'ldi. Ishkirdagi nurg'ulon oliy dunyodagi har cho'ng markalik mahsulotni ishlab chiqarayotgan bizning Guangzhou shinjilarni, zavod Shanxaylarda jiq mushundaq yerlarni aloqalash uchun ehtimol endi Yasinjon bilan mening saviyam ozroq to'van kelib qilish mumkin. Chunki hozir esil internet davrab ketdi, xulyamaxshi davrab ketdi. Ba'zan narsalarni biz amalimiz yo'q. Davr barbara mishnaq odamlarni shallaydi endi. Endi oxir deydiganim cho'qim ajr qilinglar. Bir ishga muhabbat bog'laydi. Muhabbat bog'lamaydi ekanmiz, hargizmi yaxshi qilolmaydi. Har qancha go'zal farishta bilan nat kelishgan qabul jasur yigit bir uy kirsimi, ikkisi bir-biriga muhabbat bog'lamasa, bu aile bo'lmasligi mumkin. Demak, bu misolni ilishimiz sabab yolg'iz turmush emas, har qanday qilayotgan kasb, o'qish, turmush, ish, shirkat, hatta odatda biz do'stlarga bir-birimizga muhabbat bersak, uni faqat do'st bo'lib o'tkazilmaydi. Muhabbatni faqatla qiz yigitlar o'tirsig'ila ijod qilgan so'z ibora emas. Vatanga muhabbat bo'ldi, tabiatga muhabbat bo'ldi, hayotga muhabbat. Ata-onalar bilan urib qolayotgan muhabbat. Bu muhabbat degan yomon darish kang, marisnimi kang narsa. Demak, muhabbat bog'layotganmiz, cho'qim muhabbat bog'langan ajr qilimiz keldi. Ajr qilganlar uniki natijasini ko'rgani bo'ldi. Qiyinchilik hammamizning beshida bor. Menimcha qiyinchilik degan vaqtincha narsa. U baxtlardan keladi, peshonaniki tardim.
emgak qilmay turib, jafosini tatmay turib, hech qachonda biz u yaxshi kunni ko'ramaymiz. Biz yeyotgan narsalarimiz, biz ichayotgan narsalarimiz mushnaqlik kelib qolganmi? Dehqonlar uni ya o'rib, urug'ini terib, aniki o'misini o'rib, xaman tepib, uni qilib, uyga kelib, sotadiganlar bozorga chiqib, uningdan keyin atanımız xili yugurib, tamaq egan, aniki bir qishtamaq qo'limizga keldi. Demak, mishnamiz ajri. Deydiganim, mayli bizdan boshlab, bundan keyingi yoshlarımizga deydigan tavsiyalarimiz mushu. Har qanday ish qilaylik, muhabbat beraylik demakchi. Bo'ldi. Unda bo'lsa, bak chiroyli so'zlar bo'ladi. Chiroyli sahnamizda chiroyli so'zlarni sizlarga qildik. Yasinja apaning bayatning so'zingiz esimga kelib qoldi. Ya'ni men shu oldi bilan oilamdagilarga, ya'ni ayolimga rahmat aytaman dedingiz. Endi og'zimizga rahmat aytsak bo'lmaydi. Masalan, oilada ancha-muncha deyishib, tamoqlarni itishib, hechimiz bir oila ishlarini qilishib beramsizkin deb o'yladim-ku. Tamoqni bek itamkin deyman. Ashtamanlar, men so'zibman. Barbara oshpezchira. Tamam. Ailede kebap seferime seyahatlik çıkan vakti da kebap kustamen şu. Kebapını bek. Ne bakende? Ne bakende? Kebap bir kişilik danışım var. Özcüm aylıqı doğrugerlikni qatqan keyin kebapning aylıqı doğru dermanlar yaxshi tanishaydi menimcha. To'g'ri. Sen o go'shtni yaxshi ko'rma. Lekin ailede kebap seferime to'no qo'yib bizning shu burunmi to'no qo'yib, qo'rg'on ishiga to'no qo'yib kebap salatdik. Hozirmi ailede kebap sefermen. Ballarımga, ayalımga. Bek o'xshaydi. Bir cho'ng qilgan ishimiz deyli ashli. Cho'ng qilgan ishimiz. Demak, endi ailega bir mehr muhabbat bersak, uningdimi dilimiz so'yindi, to'g'rimi? Sayohatlikka chiqib qolsakmi, masalan, 1-20 kunlik, 1-2 kunlik sayohatlikka chiqib qolsakmi. Men gapni anglag'im yaxshi bo'ldi. Sayohatlikka. Undan keyin kebab lozim bo'lib qolsa, Chindil kavupi. Chindil kebab bersa. Demak, balkim o'zingizmi shu oilada shu ishlarni qilganda, o'yitkilagan rabiga vaqtingizda boshqacha xushal bo'lib, ammo sodadagi besimlaringiz yangilagandek his qilsiz, to'g'rimi? Shunday. Demaga vaqtda oilada bolalarga, uydagilarga hamroh bo'lish eng yaxshi bir ishkenchi bu. Mayli tamoq it birayli ish bermayli, biz hamroh bo'lsak, buni aytib bir baxtli oila, bir jam bo'lish baxtli oilaniki bir asosken. To'g'ri. Men shu shirkat korxonada odatdagi odam 8 soat ishlasa, xizmatchi biz korxonchilik 24 soat ishlayotganmiz. Uyda uxlab o'tibmi, tush ko'rsang korxonada tushayotganmiz. Qo'pab bo'g'ichi bo'lganki plan to'g'riliq o'ylashganmiz. Ashna oldirashchilik ishida o'tganmiz. Lekin nurg'un vaqtlarimni oiladan ayrilib qilib, nurg'un vaqtlarimni aileге балдарымға әмір ауламай қағанымға айтты көңілім ерім. Мен вақыт тапсамлам айлемдікілерге балдарымға әмір ауламай шулардың құшаллық тапыма. Бұл жем болыш бір, яқшы бір, бақытның бір асасы деп qarayman. To'g'ri. Albatta bu bo'lmishi korxonchilarimiz sodada bu son sifrlarning orasidan chiqolmaysizlar odatda. Demak, endi oila qaytgandan keyin oiladagi bir illiq muhit, bolalarimizning dada deb aykilashlari va yoki ayolimizning bizga kuyunishlari hammasi bizga bir mehr muhabbatni his qildirdi. Dunyo mehr muhabbat bilan go'zal. Biz ularga sog'lomlik bag'ishlaymiz, go'zallik bag'ishlaymiz deb nurg'un mahsulotlarni ishlab chiqaramiz. Eng oxirida berdig'imiz ularning qalbida qolib qoldig'ini shu bizning ularga bergan, singdirgan mehr muhabbatimiz. Qadrli ko'rmanlar, demak biz Arsan programmamizda bizning har soha kasblarda ufq qozongan kishilarimiz xilma-xil hikoyalarini sizlarga so'zlab beryapmiz. Bu san programmamizga Odilmijit apandi hamda Yasinjon apandimning bizga so'zlab bergan tajribalari hamda turmush hikoyatlari hammalarga balkim o'xshamagan ta'sirlarni qoldirgan bo'lishi mumkin. Bugungi liderlarning hikoyasi o'shada oxirlashmoqchi. Kelasi san programmamizga mazmunlar texmi nadir.